Gap traktorda emas, gap traktor chidamligiga mana yana bitta isbot. 160 ot kuchiga ega traktor, 4 korpus plug ilingan. Traktor e'tiborsizligi tufayli plug ballon yotib qolib, plug botib ketgan. Shunaqa bolalar bor. Hozir gapim to'g'ri bo'lsa kommentariyga yozib ketadi. 28 traktorda, 40 traktorda yo undan sal kattaroq traktorda yeri jonini chiqarib haydab, dehqonni katta traktordan tez pulni olib ketadi. Shunaqa traktorchilar bor. 1000 katta traktor bering, yangi traktor olib bering. Shunaqa bolaga videoni jo'natib qo'yasizlar. O'shani ham eplab hayda olmaydi-da. 1604 Zumlion traktorimiz fermerni aytganini qiladigan traktor. 4 korpus plug taqasiz, dilnabas taqasiz, lazerni planirovщик taqasiz. Xohlasangiz ekasiz, xohlasangiz joyingizga kultivatsiya ham qilasiz-da. Xullas haqiqiy fermer dehqonni traktori. Hozirgi kunda yaxshi sotilib turgan traktorlarimizdan bittasi 160 ot kuchiga ega, ham ekonomishni injektor bo'ladi. Traktorimiz motorlari Yuchay motorlar bilan jihozlangan, ya'ni Xitoy davlatining eng oldi brend motorlaridan hisoblanadi. Traktorimizning sotuvda mavjud. Hozirgi kundagi tan narxi 540 million so'm kelar. Xohlang naqd pulga, xohlang lizing asosida, xohlang pul ko'chirish orqali ham olishingiz mumkin. Lizingga qanday bo'ladi deganlar uchun 1 yildan 3 yilgacha yo 1 yildan 5 yilgacha lizing asosida qilib bera olamiz. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilasizlar, to'liq ma'lumotini olasizlar. 12% indeks ham qaytadi. Fermerlar uchun akalar. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastda ko'rsatilgan nomerga telefon qilib, traktor to'liq videosini, obzorini hammasini